Bugun sizlar bilan o'sha mashhur labioplastika haqida faktlarni sanab o'tib ketamiz. Agar video sizga qiziq bo'lsa, albatta oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Demak, birinchidan bu amaliyotni sizga bajaradigan xona steril bo'lishi shart. Ikkinchidan, bu amaliyotni bajaradigan sizga ginekologmi, kosmetologmi yoki oliy ma'lumotliman deb atagan o'zini psevdoginekolog albatta boshida shapochka va maska bo'lishi shart. Uchinchidan, instrumentlar steril bo'lishi kerak. Va bu amaliyotni bajarishda xatoliklarga yo'l qo'ymasligi kerak. Ko'pchilikda ko'rdim xatolikni. Instrumentni mana siz lab deb o'ylasak, instrumentimiz ishlatadigan ko'pincha mana shunday instrument ishlatiladi yoki kimdadir to'g'ri. Bu instrumentni qo'yishda ko'pchilikning xatosi mana shunaqa qilib qo'yishmoqda. Endi tasavvur qiling, xuddi shunaqa qilib lab kesilsa, bu qanaqa forma bo'ladi o'zi aslida? Endi tasavvur qiling-da, qanaqa lab chiqqan. Ko'rganingizdek, tepasini va pastini o'lchamlari hamda ko'rinishi juda ham xunuk. Aslida labioplastika maqsadi sizdagi jinsiy lablarning shaklini o'zgartirilmagan holatda shunchaki kichraytirish xolos. Va yana bitta katta xatolik, kichik jinsiy lablar bo'lsa ham ko'pchilik patsientlar ham hamda kosmetologlar ham oldirishmoqda. Bu ham noto'g'ri. Aslida jinsiy lablar bu kerakli a'zo hisoblanadi. Ya'ni sizda o'sha qinga kirish qismini ular yopib turish kerak va ortiqcha bakteriya infeksiyalarning kirishini oldini olish kerak. Va yana katta xatolik, bu labioplastikani qilgandan keyin ko'pchilik chok qo'ymaydi. Aslida chok qo'yish kerak yoki kerak emasligi bu jinsiy lablarning qalinligiga bog'liq. Agar sizda jinsiy lablar qalin bo'lsa, albatta chok qo'yilishi kerak. Shunda bu ochilib ketmaydi. Keyin yana ko'p beriladigan savol, qizli pardaga zarar yetkazmaydimi? Aslida jinsiy lablar agar to'g'ri bajarilsa va shunchaki ular kichraytirsa, aytganimdek, faqatgina uzunligi olinsa, qizli parda aslida ancha ichkarida bo'ladi va umuman qizli pardaga ziyoni yo'q. Yana faktlardan biri, bu amaliyot agar to'g'ri bajarilsa, klitorga va sezuvchanlikka umuman daxli yo'q. Va albatta bu jarayon mahalliy og'riqsizlantirish bilan bajariladi. Shuning uchun, azizlarim, bu amaliyotni bajarishdan oldin mutaxassisni to'g'ri tanlashda adashmang. Va yana qandaydir sizda savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring.